Assalomu alaykum hammaga. Xudo xolasa mana Angliyada, Londonda akalarimiz bilan birgalikda inshaalloh choyxona guruchlarda xulosa choyxona oshlar qilib yeyapmiz, iftorlik qilyapmiz. Inshaalloh iftorlikka kelaverasizlar. Hammamiz mana shu yerda inshaalloh. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Kayfiyatlar yaxshimi? Charchamayapsizlarmi? Zo'r. Xudo xolasa. Qalay, ishlar zo'rmi? Zo'r aka, xudoga shukr. Angliyaga kelinaveradi. Kelaveradi. Keladigan joyi. Keladigan joyi. Aka internetda o'zi. Xudo xolasa. Haqiqatda yaxshi ekanmi? Zo'r aka. Ko'p karavanlarga bordim, hammadan hol ahvol so'ragani, birorta nidovolli bo'lgan odamni, birorta nidovolli bo'lgan mijozni eshitmadim. Xudo xolasa hamma maqtayapti. Sizlarni o'zlaringizning og'izlaringizdan eshitgani boshqada baribir klient. Aka oyiga 2,5-3 ming dollar, eng bo'lmaganda 2,5 ming dollar pul topish har kimga nomaz aka. Hamma nasib qilsin aka bu kunlarga kelish. Biz ham shu bir 5 oy 6 oy kutganmiz aka, viza chiqishini harakat qilib qancha topshirib qo'yib, lekin bu yoqqa yetib kelishdi o'zi bir anov baxt aka. Baxt o'sha. Bitta o'sha bu ham bitta omadda. Shunday aka, bu ham doim o'sha omadida bergan. Omad kelamiz, kimda o'lsin demaydi, keladi. Shunaqa qizig'i yo'q, tabaqani Hammaga keladi. Harakatda kutish kerak, harakat qilish kerak, kelish kerak. sababini qilish kerak. Sababini qilish kerak. Allohga tavakkul qilib, sababini qilish kerak. Xudoyim. Osh yeyish kerak. Qani olinglar. Keling maqsadga. Astiga olinglar. O'zing olib qo'y aka. Bo'ldi.